Bugun Marokat 6 xalqaro sport turnirining ikkinchi kuni. Ichingizdan nimalar o'tyapti? Jamoangiz, bolalaringiz qanaqa tayyorlanyapti? Qanaqa janglarda? O'shalar haqida ozgina gapirib bersangiz. Biz bu musobaqani mana 6 yil, 7 yildan beri birga mana shu o'tkazamiz. Bitta jamoa bo'lib o'tkazamiz. Bu bizlarga yangilik emas. Har bitta musobaqaning o'zining hayajoni bor. Lekin bu musobaqaga bizlar 1 yildan beri yaxshi tayyorgarlik ko'rib kelganmiz. O'sha uchun bizlarda qiyinchiliklar deyarli bo'lgani yo'q. Asosiysi hammani kelgan mehmonlarning ko'ngliga qarab, shularni xursand bo'lib ketish uchun bizlar tinmasdan 3 kun xudo xolasa xizmatdamiz. Hammasi bizlar qanday reja qilib kelgan bo'lsak, o'shanday ketyapti. Shunisidan juda ham xursandmiz. Shu jangda necha kilodan chiqarganicha qanaqa o'quvchilaringiz qatnashyapti, shogirdlaringiz? Bu ikkita yosh bo'lyapti, ikkita bolg'is bo'lyapti. 2011-2012 yillar alohida bo'lyapti va 2014-15 yillar alohida bo'lyapti. Yana jamoaviy bahslar ham mana kecha jamoaviy bahslar bo'ldi. Bugun sportchilarning o'zini shaxsiy vizlarida o'zlarini sinab ko'rishadi. Faqat g'alaba? Faqat g'alaba. Biz hech qachon to'xtamaymiz. Biz faqat oldinga qadam. Bizni hech kim to'xtatib qola olmaydi. Biz yoshlarimiz uchun, kelajak uchun fidomiz. Omad.